Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. JLS so'raganlarga JLSimiz keldi. 2024-yil ishlab chiqarilgan Restaning fonli kuzov biron plyonkaga Xudo xolasa mashinamiz tiniq holatda. Michelin balonlar yangi qo'yib qo'yilgan. Kraskalar toza, to'liq biron plyanka qilingan kuzovga. Mashinamiz navrotiga kelsa, Burmistr akustika, Abduf abegrefi bor. Maybach stapkalarda Restaning Xudo xolasa panema podveskalari, 360 kamera, hamma narsasi bor mashinamizda. Sveji turibdi. Tayyorlanmagan. Xudo xolasa yoqadi mashinamiz. JLS minaman deganlarga yaxshi taklif. 7 ta mestali, Xudo xolasa. Mashinamiz tiniq holatda. 2024-yil 33 ming kilometr yurgan, halol yurgani. Mashinamiz tiniq holatda, Xudo xolasa, hamma yoq joy-joyda. Amerikanka emas bu. Ofitsialnidan kirgan. Mashinamizning narxini 129.900 beramiz. Tepasi savdolashamiz, Xudo xolasa. Mashinamiz holati zo'r turibdi. Tepasi kelsalar ham Xudo xolasa savdolashamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar.